O'zbekistonda ko'pincha restoranlar o'zini omadini, uspexini qanaqa hisoblashadi? Birinchidan, очередь ko'p, odam ko'p, yo bo'lmasa обороты milliard bo'lishi mumkin. Shuning hisobiga o'ylashadi, что unda уже uspех kelgandek. Bizlar hozir shedevr restorandamiz. Bu yerga kelganimizda ham bu shunaqa holat bo'lgan. Odam ko'p, обороты katta, milliarddan ham oshiq, lekin hamma narsa restoranning o'zida. Shunaqaki, что restoranning egasi hamma narsada o'zlari bo'lgani uchun hisob-kitobda mayda narsalar bo'lsa ham hammasi ularning o'zining ichida bo'ladi, что ular shunga kontrol qilish kerak, qarab berishlari kerak, ko'rib berishlari kerak. Oxiriga kelib siz ko'p narsaga ahamiyat bermay boshlaysiz. Ko'p narsa mayda-chuyda sizni qo'lingizda bo'lgani uchun o'zi kuchingiz yetmay boshlaydi. Keyin siz mayda-chuyda hisoblarlar, hamma narsa bo'lgani uchun hisob-kitobni to'liq yuritishga, to'liq qarashga umuman imkoniyatingiz bo'lmay qoladi. O'zingizni, foydangizni qanaqa hisoblaysiz? Siz qolgan qarzlardan hisoblashingiz mumkin. Nimaga desa, qarzingizdan примерно 50 million bo'ladigan bo'lsa, siz qanaqadir oyning oxirida отчет qilganingizda yana 50 million qolgan bo'lsa, qolganini foydaga yoki o'zimga nimagadir sarfladim deb o'ylaysiz, shuning hisobiga qanaqadir foydadaman deb o'ylaysiz. Lekin bu xato. Masalan, общий 50 million qarz bo'lib chiqsam, qolgan 50 millionni foydada chiqqanman deb o'ylashingiz mumkin. Eng qiyin, eng og'ir joyi sizda qachon qassangizda yo o'zingizni tanishingiz yo qarindoshingiz kimdir bo'lsa, siz o'zgarish kiritmoqchi bo'lsangiz, talabni o'zgartirsangiz, talabni kuchaytirsangiz, ular sizga qarshilik ko'rsatishi mumkin, qarshi chiqishi mumkin va sizni xato tushunishi mumkin. Qarindosh bo'lgani uchun yangi qoida kiritsangiz, har xil narsalar bilan, har xil bahonalar bilan ular unga rioya qilmasligi mumkin. Bu unda biznes emas, bu operatsion ish. Faqat siz o'zingizning biznesingizda eng ishchisiz, что hamma narsa sizga taqilgan. Siz uni ishlatmasangiz, hal qilmasangiz, rishon qilmasangiz, sizga u natija bermaydi. Keyin siz o'zingizga oxirida yugur ishlar bilan o'zim juda band bo'lib qoldim deb отговорка topishingiz mumkin. Bunaqa holatda biznesning egasi nima qiladi? Ular o'ylashadiki, men yangi xodim jalb qilaman ishga yo komandani olaman, ular menga hamma muammoni yechib berishadi deb o'ylashadi. 6 ta yangi odamni ishga olishni taklif qilishdi. Lekin bu sistemasiz, sistematizatsiyasiz ishga sizga natija bermaydi, faqatgina shtatingizni ko'paytiradi. Sizda Globus Aiko bor, lekin tek karta yo'q. Ularsiz bu siz uchun faqatgina eng qimmatga tushadigan programma. Sizga kuxnyaga zakaz pechat qilib chiqarib beradigan programma deb bo'lib ishlayveradi bo'lgani. Siz bu biznesingizni, restoraningizni qutqarish uchun siz o'zingizni boshqa biznesingizdan pul olib, bu biznesga, restoran biznesiga tiqasiz, чтобы bu restoranni qutqarish uchun. Tabriklaymiz, siz biznesmen emassiz, siz o'zingizni biznes jarayoni xaosini olib keldirasiz. Nimaga desa, siz o'zingiz bu bilan o'ylaysiz, men hozir standartlarni kirgizsam, gramovka yo talabni kuchaytirsam, mehmonim yo'qotaman yo ishchilarni yo'qotaman deb qo'rqib olasiz. Bu xato. Siz muammoni qidirasiz boshqa narsalarda. Parkovkam yo'q, yo udobstasi yo'q, lokatsiyam noto'g'ri, yo boshqa bir bahonalarni topasiz. Lekin bu главный muammo emas. Nimaga desa, sizdan oldin ham, siz ham upravleniya yo'qligi uchun, boshqaruv yo'qligi uchun bular muammolar kelib chiqyapti. Sizda faqat reklama sistemasiz bo'lishi mumkin. Bu degani, что siz kosterga benzin solyapsiz-da, yonib turgan olovga yana uni ko'paytiryapsiz. Sizda agar biznesingiz reklama, marketing tomonidan kuchli bo'lib turib, lekin ichki sistema bo'lmasa, bu sizni natijaga olib kelmaydi baribir. Bizlar obyektimizda shedevr restoranda bizlar maslahat bermadik, praktikada injenerniy sistema texnologiyasi bo'yicha masalan shuni ko'rsatib berdik. Hamma narsa amaliy holatda bo'ladi. Shunaqa sistema bizlar qo'ydik. Bu sizni kачествоңiz pastga tushirib ketmaydi. Tizim bo'yicha bir xil urinda tutib beradi. Tizim sifatga ta'sir qilmaydi. Aksincha bir xil standart beradi. Endi bundan keyin kuxnyada hamma narsa o'lchanadi. Hamma mahsulot, hamma produktda chiqayotgan bluda gram bo'yicha beriladi. Ofisantlarni o'rgatasizlarmi? Hammasi joyingizga kelib qilinadi. Endi ofisantlar faqat patnos ko'tarib yuradigan ishchi emas, bular algoritm bo'yicha, standart bo'yicha ishlaydigan ishchilar. Endi restoran egasi tushunadilar, qayerda ular pul ishlashi mumkin, pul ishlayaptilar va qayerda yo'qotishlari mumkin. Qayerda pul yo'qotiladi, qayerda pul ishlanadi, buni o'zingiz ko'rib olasiz. Shedevr restoraniga sistema bunday qilingandan keyin restoran egasi o'zini restoranga kelib, operatsion ishlar bilan shug'ullanmasdan, ya'niki o'zini restoraniga mehmon bo'lib keladi, bir chashka kofe ichib, отчетlarni so'rab, nimadir qanaqadir informatsiya o'zi uchun olib bilib ketishi mumkin. Kira olmaydi ishxonasiga, kofe ichadi, pulini to'lab ketadi. Men ham shunday bo'lishini xohlayman. Bizlar
Shedevr restoranini sistema qo'yib berganimizdan keyin avtonomni ishlaydigan aktivga aylantirdik. Agar siz ham restoraningizda hovuz holatda emas, spokойный holatda sistema bilan ishlashni xohlasangiz va o'zingizning foydangizni qayerda sof foyda ko'rayotganingizni bilishni xohlasangiz, sizga audit kerak. Biz kelamiz, restoraningizni ko'ramiz va sifrlarda qayerda pul yo'qotayotganingizni ko'rsatib beramiz. Nimani to'g'irlash kerakligini aniq raqamlarda ko'rsatib beramiz.